To'g'risini aytaman, men bilmasdim. O'zbekistonda o'sha dunyodagi eng zo'r Cambridge University, MIT o'shalar bilan hamkorlikda ishlaydigan universitet borligini hozir ko'rsataman. O'zi butun respublikadan eng iqtidorli talabalarni qabul qilishimiz kerak. Ushbu jarayonni xalqaro standartlarga to'g'ri javob berish uchun Cambridge universiteti bilan hamkorlikni yo'lga qo'ygan. Shu yerda men aytishim kerak, bu Cambridge University o'sha eng original Cambridge University. Shunchaki bilishingiz uchun dunyodagi top 100 taga kiradigan universitetlarda o'qigan yoki dars bergan 80 ta chet ellik professorlarni olib kelgan. 23 ta davlatdan. O'zbekistonlik professorlar ham bor. Ular ham o'sha top 100 talikda o'qib kelgan. What about students of Uzbekistan, right? What do you think about them? I like their will to improve and learn, which is something that you don't always find in German students. Bizda asosan texnik yo'nalishlar, muhandislik, IT va sanoat boshqaruvi. Ekonomik yo'nalishimiz ham bor, ekonomika va data science. Keyin qaranglar, bu davlat tashabbusida maqsad soqqa boshqa emas. Maqsad haqiqiy iqtidorli va rostdan ham men yoraman, oxirigacha boraman degan o'quvchi yoshlarni olib kelish, top mutaxassis qilib chiqarish. Bo'ldi. Maqsad shu. I was open first 2 years, but now What happened? maybe I'm too old now. Oh, okay. It's becoming more like a psychological session or something. All right, okay. Asosiy maqsad biza eng zo'rlarni olib kelganmiz, sen o'qisang bo'ldi. Va eng muhim joyi, qanaqa oiladan chiqqan bo'lsangiz ham o'qish imkoniyatingiz bor. Chunki siz top o'quvchi bo'lsangiz, sizga 100% grant beriladi. Bu zo'r imkoniyat. 25 ta o'quvchi bitta guruhda va faqat 3 tasi eng topiga grant 100% grant berilar ekan. Shunaqami? Shunaqa. Siz o'zingiz grant olganmisiz? Da. Qanaqasiga tanishib bilish qilib olganmisiz? Yo'q. Aytavering. Qanaqasi ishlamaydi? Juda ham yaxshi va qattiq o'qish kerak bo'ladi. 100% grant olish uchun. Yana bitta zo'r xabar, sentyabr oyidan yangi Toshkentda yangi kampus ishga tushadi. Talabalar o'sha yerda o'qishni boshlaydi. Qabul 19-iyungacha davom etyapti. Yangi O'zbekiston universitetining saytiga kirib, bemalol ma'lumotlarni olib, ro'yxatdan o'tinglar. Yoshlar, konkret tema haqida gapiryapman. Imkoniyat bor. O'zingizmi yoki yaqinlaringiz bo'lishi mumkin. Tashab qo'ying bu videoni. Hayotni o'zgartirishi mumkin ularni.